Assalomu alaykum do'stlar. Hurmatli va obunachilar va do'stlar. Bugun biz pomidor ekilgan rukolani ko'katini yig'ib olib, rukola ko'katini yig'ib olib, endi ko'katini yig'ib olib, pomidor ekilgan. Pomidorimiz ekilgan, ayollar ishlayaptilar. Pomidorimiz ekiladigan joy 52 stuk. Bu 52 stukimiz pomidorimiz qora suv, ya'ni qora suv kasal bo'lmasligi uchun qilamiz. Uni tagilarini tekishlab qo'yamiz. Keyin chizamizni bunday qilib chizamiz, keyin ishlan qo'yiladi. Hozir qilinadigan ish tekislayapti. Hurmatli obunachilar, like va podpishka bo'lib qolsalar, hammasini tushuntiramiz. Mana bu bir duga. Bir dugamiz 7,5 metr. 7,5 metr. 7,5 metrda 4 ta qo'ydik. Bu pushtamiz baland va zo'r. Bu pushtamizni traktorda emas, bu pushtamizni o'zimiz bolalarga aytilib tayyorlanadi. Pomidorlar gullagan. Tepalar ochilgan, issiq. Havo issiq. Iltimos sizlarga obuna va podpishka qilib qo'yinglar. Qo'ng'iroq tugmasini bosib qo'yinglar. Mana iplar tayyorlangan. Iplar tayyorlangan, u bog'lashga tayyorlangan. Iplarimiz shunaqa ko'k rangda bo'ladi. Uni bloki bor. Pachkada mana vannamizga dorilar sotib, yashiklarga solinadi ko'chatlarni kim bir botirib olib, keyin ekiladi. Mana vanna. Bu ko'chatlar yig'ilib olingan joy bu. Mana bu suv. Kilogramm sinik. Bu dorimiz berilgan o'zidan. Bu dugamiz mana ip. Ipdan bunday qilib baylanadi. Mana sim tortilgan. Bu korobkalar ko'chat olib kelingan. Mana pomidorlarimiz yaxshi. Yaxshi pomidor. Yana bir marta aytaman, joyimiz 52 stuk. 52 stuk ayollar ishlatmoqda. Obuna va like bosib qo'yasizlar. Mayli do'stlar, salomat bo'linglar. Ishlaringizga omad. Sog' omon bo'linglar.